Chelak shahrida yangi oilaviy kelib ovqatlanadigan joy borligini bilarmidingiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chelak shahri Qumchiq mahallasida yangi oilaviy kelib ovqatlanadigan Temurbobo oshxonasi bugundan o'z ish faoliyatini boshladi. Ushbu ko'rib turganingiz oshxonaning asosiy katta zali bo'lib, bundan tashqari 20 kishiga mo'ljallangan alohida kabinasi va 10 kishiga mo'ljallangan alohida yana 3 ta kabinasi bor. Bu yerda birinchi va ikkinchi ovqatlar tayyorlanadi. Siz har kuni ertalabki soat 10:00 dan kechki 22:00 ga qadar o'z oilangiz bilan kelib ushbu ovqatlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Oilaviy ovqatlanishdan tashqari tug'ilgan kun, gashtaklar, har xil turdagi bazm tadbirlarini mana shunday shinam 20 kishiga mo'ljallangan kabinalarda yoki asosiy zalda o'tkazish imkoniyatingiz bor. Agar siz ham tug'ilgan kun, gashtaklar va har xil turdagi bazm tadbirlarini o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, oldindan joyband qilib qo'yish imkoniyatingiz bor. Oshxona manzili Chelak shahrida joylashgan Islom Nuri jome masjidiga qarama-qarshi ko'chadan kirganda 200 metrdan so'ng joylashgan. Sizlarga yoqimli ishtaha va maroqli hordiq tilagan holda Temurbobo oshxonasida kutib qolamiz. Bu videoni gashtakchilar gruppangizga tashlab qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov va Temurbobo oshxonasi bo'ldi.